Imina siz uchun mana shu shikalat uyimiz xudo xolasa sotuvga chiqdi. Shunga ulgurib qoling, narxi yaxshi. Samarqand Darvoza ko'chasida Shayxontohur Rudini ro'parasida BM Group Novostroyka. Bir xona 4-etaj, 12 etajga 33 kvadratlik uyimiz xudo xolasa sotuvda, narxi zo'r. Kirib kelish eshigi, kirib kelganda kengish katta garderoblari bilan katta koridor. Bir xonali emas, kattaroq bir 4 xonalik uyda kirib kelganda asosini beradi. Xo'p, kirib kelganda bu yoqda kengish koridor. Bu yoqda sanuzeli. O'zining hamma sharoitlari bilan narx prosta shikalat. Ulgurib qoling, xudo xolasa sotasiz. Bu yoqda zal, ma'mula spalni bo'ladi. Bir xonalik uy. 33 kvadratlik 4-etaj, 12 etajga, o'rta etaj. Bu yoqda oshxonasi sudya formatda. 33 kvadratlik Xrushevka domladan uy qarab yurgan odam biladi. 61, 62, 63 sotishyapti. Yaxshi joydan o'rta etaj bo'lsa. Novostroyka, Samarqand Darvoza, joy prosta bomba. Bizga 63, 62, 61 kerak emas. Alloh barakasini bersin. 60 ham kerak emas. Remontdan keyin hech kim yashamagan. 59 ham bermaylar. Agar o'zimga olaman desangiz 58.500 ga beraveraman. Hamma narsasi qoladi. Kalsraz notariusda beriladi, propiskada hech kim yo'q. Hujjatlari joy-joyida. Lokatsiyasini, opsiyasini tashlab qo'yaman, jonlaringiz sog' bo'lsin.